Rahmonovni taklif aylamoqchimiz. Ko'pchilik insonlarimiz aynan mana shu insonni tasdiq uchun tashrif buyurgan. Marhamat. Odamlarning eng afzali odamlarga foydasi tegadigan. Mana shunday odamlarga foydasi tegish bilan charchamaydigan tadbirkorlar bor, bular Business Time rezidentlari. Yoshlar ittifoqi, yoshlar kelajagimiz jamg'armasiga mana shunday tadbirni sizlar azizlar uchun tashkil qilganingiz uchun bitta guldiroz qarsak bo'lsin. Unday qilish kerak, bunday qilish kerak. Faqat qilish kerak. Qanday qilish kerak, nimani qilish kerak? Siz uchun ertalab turganingizda bitta odam harakat qiladigan inson bor butun dunyoda. Bu o'zingiz. Shuncha gaplarni eshityapsiz, ko'p narsani bilasiz, bundan oldin eshitgansiz, bundan keyin ham eshitasiz. Lekin siz o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilmasangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Bitta joyda 10 yil ishlashingiz mumkin, 20 yil ishlashingiz mumkin. Qaror qabul qilmasangiz, hayotingizda hech narsa o'zgarmaydi.